O'zbekistonda axborot xavfsizligi sohasida mutaxassislar malakasini oshirish bo'yicha xalqaro dastur davom etmoqda. Turkiyaning hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi TIKA bilan hamkorlikda kiber tahdidlardan himoya qilish bo'yicha zamonaviy yondashuvlarni o'zlashtirishga qaratilgan bir qator treninglar o'tkazilmoqda. Batafsil muxbirimiz lavhasida. O'zbekistonning Innovatsion rivojlanish agentligi va TIKA o'rtasidagi hamkorlik amalda o'z samarasini bermoqda. Bir necha yildirki, mamlakatimizdagi turli vazirlik va idora vakillari kiberxavfsizlik bo'yicha malaka oshirishda ishtirok etishgan. Joriy yilning yanvar va fevral oylarida dastlabki bosqich onlayn va offlayn tarzdagi o'quv mashg'ulotlari bo'lib o'tdi. 7-12 aprel kunlari esa saralab olingan mutaxassislar Turkiyaning Anqara shahrida xavfsizlik devori deb nomlangan maxsus kursda qatnashdilar. Hozirda esa dasturning 4-bosqichiga start berilib, Toshkent axborot texnologiyalari universitetida penetratsion testlash mavzusida o'quv kursi tashkil qilindi. Bu yo'nalish raqamli tizimlardagi kamchiliklarni aniqlash va tahlil qilishda juda muhim sanaladi. Öncelikle TİKA işbirliğiyle Özbekistan'da olmaktan ve buradaki arkadaşlarla Avvalo TIKA hamkorligida O'zbekistonda bo'lib, mahalliy hamkasblar bilan kiberxavfsizlik sohasida penetratsiya, ya'ni terma testlari bo'yicha o'quv mashg'ulotlari o'tkazayotganimdan juda mamnunman. Bugungi darsimizda avvalo penetratsiya testlarining birinchi bosqichi ma'lumot to'plash jarayonini ko'rib chiqamiz. Keyin esa ushbu ma'lumotlar asosida tizimda mavjud bo'lgan kamchiliklarni aniqlash va barcha topilmalarni hujjatlash, ya'ni hisobot tuzish jarayonlarini amalga oshiramiz. Umid qilamanki, seminar yakunlangach, bu yerdagi do'stlarimiz penetratsiya testlari bo'yicha o'z salohiyatlarini ancha oshirib, o'zlarining tashkilotlarida kiberxavfsizlikni rivojlantirishga munosib hissa qo'shish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Hamkorligimiz davomli bo'lishini tilayman. Seminar davomida ishtirokchilar nafaqat nazariy bilimlarga, balki ish joyida qo'llash uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikmalarga ham ega bo'lishmoqda. Ta'lim jarayoni yakunida eng faol ishtirokchilar Turkiyada stajirovka o'tash imkoniga ega bo'ladilar.